Izvosh guzardan o'tib, katta ko'chaga burildi hamki, Yoqub xo'jadan sado chiqmadi. Odamlar Mirkomilning shaxsiy qo'riqchisi derdi, ammo Yoqub xo'ja oddiy qo'riqchi emasdi. U boyning sukutdagi eng ishonchli hamrohi edi. To'xtat, izvoshni! Qayoqqa olib ketyapsan, ko'rnamak? Kuppa kunduzi orqimadingmi? Ash. Bir qop ko'sakni nima majbur qilganini surishtirmadingiz-ku? Bu ishlaring durust emas. Xushomadni bandaga emas, Xudoga qilinglar. Zakot farz, buni bilamiz. Ammo zakotdan avval ushur borligini ham unutib qo'ymanglar. Mirkomil haqiqatni aytdi. Ammo ayrimlar haqiqatdan ibrat emas, adovat oldilar. Bu yerliklarga 4 tanga bersang, o'zining otasini ham sotadi. Borimni beraman. Ammo bironta farzandimizni sovuq o'rmonlarga jo'natmaymiz. Savob uchun qurmoqchi bo'lgan yo'llari. Gumon, qog'oz va to'siqlar orasida bo'g'ildi. Mirachili. Bolalarni olib kelarmiz. Lekin vatanni qanday olib kelamiz? Vatanni ko'chirib bo'lmaydi-ku. Afg'on bilan Turkiyada Xudo boshqami? Hamma yerda Xudo bir. Nahotki odamni avval dushmani emas, o'zinikilar sotar ekan. Hayot uni shu yerga olib keldi. Endi esa o'zi uchun xandaq qazirdi. Endi kuningiz bitdi, boy. Menga suv keltir. Tahorat olay. Ikki rakat bomdod namozini o'qib olay. Allohu akbar. Allohu akbar. O'ting. Allohu akbar. Mirkomilning tilka pora bo'lgan jasadi o'zi qazigan xandaqqa gursullab ag'darildi.